Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlarga shirkatimizda ishlab chiqariladigan aloe tabletkasi haqida ma'lumot bermoqchiman. Ma'lumki, aloe o'simligi xalq ilmiy tabobatida, zamonaviy meditsinada, kosmetologiya va parfumeriyada keng qo'llaniladi. Janubiy Afrika va Arabiston yarim orolining cho'llari aloening vatani hisoblanadi. O'simlik Kanar orollarida ham yovvoyi holda o'sadi. Bugungi kunda fanga 400 dan ortiq aloe turlari ma'lum. Ammo eng mashhurlari aloe stoletnik va aloe vera hisoblanadi. Ularning inson salomatligiga ta'siri nuqtai nazaridan aloe vera barcha turlar orasida eng ko'p o'rganilganidir. Aloe A, C, B1, B2, B3, B6, B12, E vitaminlari, foliy kislotasi va xolinning yuqori miqdori bilan ajralib turadigan kam sonli o'simliklardan biridir. Tarkibida 20 ga yaqin minerallar, temir, kalsiy, kaliy, magniy, mis, marganets, natriy, selen, xrom va boshqa minerallarning manbaidir. Ular turli ferment tizimlarining normal ishlashi uchun zarur bo'lib, ularning ba'zilari antioksidantlardandir. Bizning Tibavit shirkatimizda quyultirilgan aloe ekstraktidan o'ziga xos uslubda, ya'ni tabiiy qo'shimchalardan tarkib topgan kurkumin, boswellia va hokazo ingrediyentlar yordamida 100% tabiiy bo'lgan aloe vera tabletkasi ishlab chiqariladi. Aloe tabletkasining farmakologik xususiyatlariga kelsak, mahsulot o'simliklardan olinadigan biogen stimulyatorlar saqlovchi preparat hisoblanadi. Preparat moddalar almashuvini rag'batlantiradi. Hujayra metabolizmi, to'qimalar trofikasi va regeneratsiyasini yaxshilaydi. Shuningdek, organizmning nospetsifik rezistentligini oshirish maqsadida buyuriladi. Aloening immunitetni rag'batlantiruvchi ta'siri uni tarkibida polisaxaridlar va glikoproteinlarning mavjudligi bilan bog'liq. Aloening neytral polisaxaridlari ba'zi mikroorganizmlarga nisbatan mikroblarga qarshi faollikka ega. Immunitetni tiklashga yordam beruvchi bu tabiiy mahsulot quyidagi kasalliklarni kompleks davolashda yordam beradi. Oshqozon va 12 barmoqli ichak kasalliklari, Helicobacter pylori, hazmsizlik, surunkali kolit, birinchi va ikkinchi turdagi gerpes viruslarini, shuningdek gripp viruslarini o'ldiradi. Sinusit, bronxit, tuberkulyoz, ayollarga xos yallig'lanish kasalliklari va yuqori nafas yo'li kasalliklari. Foydalanish uchun tavsiya etilmaydigan holatlar: homiladorlik, o'tkir diareya va o'tkir oshqozon ichak kasalliklari. 11 yoshgacha bo'lgan bolalar, gemoroy bilan og'riganlar, jigar muammolariga chalinganlar. Salomat bo'linglar.